Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bizning suhbatdoshimiz oliy toifali ortoped travmatolog xirurg vertebrolog Dinim reabilitatsiya klinikasining katta shifokori Hamdambayev Ismoiljon Hamdambayevich. Assalomu alaykum Ismoiljon aka. Aleyküm assalom. 50 yillik, 55 yillik tajribaga ega shifokorsiz. Siz suyak yemirish haqida qanaqa maslahatlarni bera olasiz yurtdoshlarimizga? Assalomu alaykum hamyurtlar. Avvalambor hammani kirib kelayotgan yangi yilini bilan tabriklayman. Ikkinchidan, hozir xalqimiz o'rtasida eng ko'p uchraydigan harakat tayanch vazifasini bajaruvchi bo'g'imlardagi tog'ay suyak yemirilishi bilan davom etadigan kasalliklar juda ham ko'payib ketdi. Nisbatan avvalgiga nisbatan ko'paydi. Ko'payishiga sabab bo'lgani birinchidan iqlim sharoitimiz, ikkinchidan turmush tarzi o'zgardi. Insonlarda texnika rivojlanishi bilan harakatdagi bo'ladigan kamchiliklar ko'payib ketdi. Bundan endi osteoartroz degan so'z nima? O'zbekcha ma'nosi os degani bu suyak degani, artro degani bo'g'im degani, o'z degani yemirilish degani. Shuning uchun osteoartroz bu suyak tog'a yemirish kasalligidir. Osteoartrit bo'g'imni suvli shamollashi degan ma'noni bildiradi. Artrit bu bo'g'imni o'zini har xil kasalliklardan keyin shamollashga olib keladigan kasalligi nomenklaturasi. Hammasi bir xil techeniya, ya'ni kechadi. Endi osteoartrozda birinchi darajali, ikkinchi darajali, uchinchi va to'rtinchi darajali deb hisobga olamiz. Sabab bu yerdagi bo'layotgan bo'g'imdagi o'zgarishlarga nisbatan aytiladigan o'lchov hisoblanadi. Birinchi darajali o'zgarish bo'g'imni kapsulasi shamollaydi, bo'g'imni ichiga suv to'planadi. Suv yog'i o'rniga to'planganligi uchun bo'g'imda shish paydo bo'ladi, og'riq paydo bo'ladi. Keyin harakat cheklanadi. Buni hammasi kasalligi belgisi hisoblanadi. Avvalambor bo'g'imda yog'lash xususiyati kamayganda, g'art-g'urt qilib ovoz chiqarganda bemorlarimiz u vaqtda bemor deyilmaydi. Bu o'z organizmida bo'layotgan, ya'ni badanda bo'layotgan o'zgarishni noqulayligini sezgan vaqtda ortopedga murojaat qilsa, kasalligi oldini olgan bo'lamiz. Ikkinchisi, endi yog'lash xususiyati kamayib shamollashdan keyingi hosil bo'ladigan kasalliklar, bular reaktivni artrit deymiz. Ya'ni infeksiyaga, virusga, mikrobga qarshi organizmni kurash qobiliyati natijasida bo'g'imlarga suv to'planadi. Bular ya'ni reaktiv artrit deyiladi. Uchinchisi